Assalomu alaykum akalar. Xudo xohlasa Namangan shahriga bu xonadondan kelganmiz. Ichkariga o'rnatilgan jarayonlardan bitta sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Hozir bunimiz 10 ta qo'yga moslanganida omni variantida Xudo xohlasa foyda qilib olib keldik. Nasib ichkarida sizlarga bunday mavzular bilan tanishtiramiz. Xudo xohlasa. Ko'ramiz qancha chiqar ekan Xudo xohlasa. Nasib bo'lsa, videoga bitta baho berib bersizlar. Oxirida yoqib bo'lsa. 8 ta 10 ta qo'y boqaman degan akalar, Xudo xohlasa zo'r variant bo'ladi. Akalar, Xudo xohlasa mana xonalarimizni ham o'rnatib oldik. Xudo xohlasa vobshe zo'r bo'ldi. Duoylar tayyorlariga o'rnagan holatda bo'ldi. Buni shularga bitta ahamiyat berasizlar. Oxirida bitta splashni uzun qilib, ikkita tarafida eshik bo'ldi. Xudo xohlasa o'rtasida shunaqangi to'siqlari bor. Qo'yib qo'ysalar ham shunday bo'ladi. Tomlarni tayyorlab falgalar urilgan. Oyoqdagi polzaqda maqsad go'nglari pokizroq turadi qo'ylar. Go'nglar orasidan tushib ketaveradi. Qo'yda go'shtida ham hid-hid narsalar kam bo'ladi bu holatda. Bunaqa joyli shpingalatlar bilan qotirib qo'ysa ishida bo'ldi. Mayda suv qo'yadigan joylari, xudo xohlasa hamma joylari cho'tki bo'lib qo'nadi. Xudo xohlasa narxlarga qiziqqanlarga 5,5 million so'm shunaqa holatda chiqishi, Farg'ona Marg'ilon shahri ichiga bepul qolgan joylarga kelishgan holda chiqyapti akalar. Qiziqqanlarga pastda nomerlar qoladi, bemalol aloqa qilsalar bo'ladi. Xudo xohlasa. Akalar, mana shu videoda choraga qiziqadigan yaqin do'stlaringizni chaqirishni esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.